Yukarıdaki sene devam hürmetlik vatandaş bugün çizsağı 2021 birinci yıl birinci ayının 21. günü. Devlet İşler Mike Pompeo bunda ko'rsatdi. Amerika taraf. Biz Jungo hükümetining nazarband qilingan barliq kishilarni darhol yig'ib elish lageridan turmalardan qo'yib berishini chaqiriq qilamiz. Nazorat qilish, nazarband qilish sistemlarini Uyg'urlar va boshqa sonliq millatlarga ziyonkashlik qilishni amaldan qoldirishni chaqiriq qilamiz. Amerika Davlat Majlisi ve Ma'muriy doiralar Jungo komitetining o'rtaq raisi senatori Marco Rubio bir parcha bayonotida bunday ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi Uyg'urlar va boshqa sonliq millatlar oldida qo'rqinchli jinoyat o'tkazdi. Prezident Trump hükümeti to'g'ri o'rinliq ish qildi. Nayt muvofiq ism bilan atab bu jinoyatni insoniyatga qarshi jinoyat va irq yo'qotish jinoyati deb atadi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasining bugun e'tirof qilishi, mas'uliyatni surishti qilishi va adolat yo'lida tashlagan eng muhim bir qadamdir. Xuddi biz 2021 yillik moliya yilida qonun loyihimizda umumlashtirgandek. Jungo hukumatining qo'lida hozir yuz berayotgan jinoyatlar bir maydon tragediyadir. Xalqaro jamiyat bunga darhol javob qaytarishi lozim. Diqqat vatandoshim. Xalqaro jamiyat bunga darhol javob qaytarishi lozim. Bu e'tirof qilish bundan keyin ma'muriy doiralar, Davlat Majlisi va bizning ittifoqdoshlarimizdan harakat qo'llanishini talab qiladi. Biz Amerika va erkin davlatlar qo'limizdan keladigan ishni qilib, bu zo'ravonlikni oxirlashtirishimiz lozim va Amerikaning Jungo siyosatini davomlashtirishda bir turlik muhim kun tartib ekanligini, bu ishning bir turlik muhim kun tartib ekanligini kapolatga ega qilishimiz lozim. Senator Ben Sass mundaq ko'rsatdi. Bu qaror to'g'ri bo'ldi. O'rinliq bo'ldi, lekin kechikib qoldi. Amerika Uyg'urlar duch kelgan irq yo'qotishga astoydil muomala qilmadi. Donald Trump hukumati ishchida nurg'un kishilar Soda Qizil raqami bilan Jungo to'g'risida to'xtaldi. Endi Joe Biden hukumati ishchida nurg'un kishilar Jungo bizning raqobatchimiz deyishyapti. Jungo Kompartiyasi irq yo'qotish siyosati elib boradigan mustabid hokimiyatdir. Xi Jinping yovuz, qabohatlik odamdir. Bu xirqi Amerikaning yuzma-yuz taqobil turish majburiyati bor. Bu xirqi Amerikaning yuzma-yuz taqobil turish majburiyati bor. Hamda Amerikaning bosqinchilikka uchragan va tan jazosi berilgan Uyg'urlar bilan bir safda turish majburiyati bor. Senator Ben Sassning so'ziga so'zi vatandosh. Reuters mundaq ko'rsatdi. Davlat ishlar Mike Pompeo shundoq axborot e'lon qilishdan burun Davlat Mahkamasi ishida bu to'g'rida kaskan munozara bo'lib o'tdi. Amerika Davlat Majlisi o'tgan yil 12 ayning 27 kuni ma'qullagan qonun loyihasida Amerika ma'muriy doiralarning 90 kun ichida Uyg'urlar va boshqa millatlarga qaratilgan majburiy emgakka selish aybnomasi insoniyatga qarshi jinoyat va irq yo'qotish jinoyati tashkil qildimi yo'q belgilashni talab qilgan edi.
Devlet Mahkemesi mundaq hesapladı. Bu karar növbetde bizden işletadigan kuralımız. Bu kural bilen biz mühim işlarni ilgiri sürümüz. Devamını anlayış hürmetli vatandaş.